Tezda mobil ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonning istalgan Uzcard va Humo kartalariga yaxshi kurslarda pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz mumkin. Shuningdek, Tezda ilovasi bilan yaqinlaringizni telefon raqami orqali ham pul o'tkazmalarini osonlik bilan amalga oshiring. Hoziroq Play Market yoki App Store dan yuklab oling yoki video ostidagi havola orqali ham o'tishingiz mumkin. Tezda siz uchun yaratilgan dastur. Tailandga borib bir ikkitasini bir belini sindirib kelamiz, xudo xolasa. Любой paydagi hovlizdamiz. Shu yigitdan kutmagandim. Cho'tki fikr qilib, Jonli efirda Shohasan Mirzamatov va Rahmonali aka o'zaro qiziqarli va jiddiy suhbat o'tkazishdi. Oktagon biz bilan birga bu yerga xudo xolasa doston kelsangiz Oktagonda ham sразу qo'shtiramiz Oktagonga sizni. İnşallah 57'de. Milliyatda yaxshi. Sizni qoshingizga olgan-ku, buni to'lab olish kerak. Shohasan, Suhbat davomida ular yangi jang rejasini muhokama qilishdi. Rahmonali aka Shohasan Mirzamatovga qarata sizni Tailandga olib boraman va u yerliklarni belini sindirib kelmaymizmi deya taklif bildirdi. Tailandga borib bir ikkitasini bir belini sindirib kelamiz, xudo xolasa. Mana shunaqa qilamiz, boramiz aka. Bu esa Shohasan Mirzamatovga bo'lgan ishonch va xalqaro darajasini ko'tarish istagi edi. Kamarini olib kelamiz, kamarini. Olib kelamiz, olib kelmasa bo'lgan. Inshaalloh. O'zingiz tinchmi? Zo'r, hamma yaxshi aka. O'tiribmiz endi dam olib hali bir kechga o'taman bizga. Keling. Ofisda bo'laman, kelavering jigar. Gol chiqadi yaqinda, gol chiqadi Shahzod. Shohasan aka jang qachon aka xudo xolasa? Yo, noyabr yo dekabr. Dekabrda Toshkentda bo'lar ekan, yaxshi dekabrda Nursaka Toshkentda edi. Men ham bitta jang olaylik. Olamiz. Xudo xolasa. Inshaalloh. Shunday. Mana Shohasan ukalarimiz bor, xudo xolasa bizni yonimizda ukalarimiz. Nima dedingiz Shohasan? Любой paydagi hovlizdamiz. Jonlaring omon bo'lsin. Borlaringga shukr. Azizxon ukamiz yozyapti. Zo'rmi akam deb. Zo'r. Allohga shukr Azizxon. Borlaringga shukr. Xon. Aziz yaxshi yigit. Men xursand bo'ldim, shu yigitdan kutmagandim. Cho'tki fikr qilib, cho'tki gapirib chiqdi. Bundan tashqari jonli efir vaqtida Azizxon TikTokerning ismi ham tilga olindi. Rahmonali aka unga ham e'tibor qaratdi. Sababi Azizxon Rahmonali akaga ag'darilgan bo'xtonlarni ochiq va bor haqiqatni aytib bergani bo'ldi. Men shu yigitdan kutmagandim. Asqoy yaxshi bola, jinini qo'ygan xolos u. Men bundaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. Yaxshi bola. Mana ko'rdingizmi, odamzod shunaqada. Yomon fikrda bo'lmaganman, yaxshi fikrda ham bo'lmaganman. Lekin mana shu bola chiroyli bir fikr qilib chiqqandan keyin men prosta gap yo'q. Qadrli do'stlar, video yuzasidan albatta o'z izohingizni kommentariy yozib qoldiring. Rossiyada hujjat ishlari bilan qiynalyapsizmi? Registratsiya, продление, трудовой договор, уведомление yoki rus tilida sertifikat olishda muammoga duch keldingizmi? Endi bular muammo emas. Siz kerakli hujjatlarni rasmiylashtirish bo'yicha yordam olishingiz mumkin. Eng muhimi, xizmat haqqi faqatgina ish yakunlangach amalga oshiriladi. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamga murojaat qiling.